Assalomu alaykum azizlarim. Qadriya ruhiy shifo kanaliga xush kelibsiz. Har kuni menga juda ham ko'p xabarlar keladi. O'shalardan ko'p keladigan savollarga javob berib ketmoqchiman. Hayotdan charchadim, hech nimani qizig'i yo'q, umidim qolmadi, qancha harakat qilsam ham hech narsa o'zgarmayapti. Yoki sevgan insonim ketib qoldi, pulim ham tugadi, pul yo'llarim yopilgan. Xullas shunaqa savollar umumiy ko'p keladi. Agar sizda ham shunaqa hislar bo'layotgan bo'lsa, bugungi mavzuyimiz demak shunga javob berishdan boshlanadi. Aslida siz umidsizligingizni sababi nima? Nega shu holatga tushib qoldingiz? Qarang. Umidsizlik va o'sha hayotda yashashga xohish yo'qligi yoki bo'lmasa umuman hamma narsadan charchash bu yo'lingizni yo'qolgani emas, balki sizni eski energiyalar va o'tmishdagi alamlardan ongingiz to'lib ketganini belgisi. Aql qo'rquvlarni ushlab turgani va qalbingiz o'zgarishni xohlayotgani sababli ichingizda kuchli bir qarshilik bo'ladi. Ya'ni bir-biriga qarshilik, ziddiyat bo'ladi. Yechim nima bunga desak, yechim qarshilik ko'rsatishni to'xtating. Ichki bloklar va xafagarchiliklarni qo'yib yuboring. Hamda o'zingizga yangi bir qiziqish uyg'otadigan ishlaringiz, imkoniyatlaringiz eshigini oching. Insonning hayoti bir kunda o'zgarmaydi. Bitta ongli qaror bilan o'zgaradi. Ya'ni bir kun davomida nimadir qilishingiz shart emas. Ongli bitta qaror berishingiz bilan butun hayotingizni o'zgartira olasiz. Eng qorong'u kunlaringiz hozir bugun bo'layotgan bo'lsa, ertaga tong ham otadi. Tong otishi bilan bu kuningiz o'zgaradi demak. Siz kutayotgan javob, ya'ni yangi hayot bosqichi ham aynan tong otganida boshlanadi. Tong otishi bu yangi ongli qaror degani. Qarorni bering. O'tmishga osilib yoki kimdirga hayotingizni bog'lab yoki kimdirdan nimanidir kutib yashamang. Hech kim sizga nimadir qilib berishga bu hayotda majbur emas. Ya'ni siz butun mas'uliyatni, siz javobgarlikni o'zingiz zimmangizga oling. Qo'rquvlaringizni, xafagarchilik, alam, nafratlarni qo'yib yuboring. Boricha qabul qilganingizda hammasi o'zgaradi. Oyoq tirab turib olishingiz yoki kimdir nimadir qilib berish kerak degan holatda o'y fikrda tursangiz o'zgarmaydi. Demak, bugungi kartalarimiz avgust oyini energiyasini ko'rsatadi. Qaysi eshiklar sizga ochiladi, qaysi sinovlaringiz yakuniga yetadi, qayerda ehtiyot bo'lishingiz kerak, qaysi imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak, shularni ko'rib chiqamiz. Bitta narsani yana aytib o'tishim kerak, unutmangki, bu tarot kartalari sizni hayotingizni sizni o'rningizga hal qilib bermaydi. U sizga vaziyatni bir boshqacha bir ko'z bilan ko'rishga, ichki ovozingizni eshitishga va ongli qaror qabul qilishga yordam beradigan yo'l yo'riq shakli aslida bu. Agar siz hayotingizni va energetikangizni bir chuqurroq yana ham o'zgartirishni istasangiz, sizni o'zimni mualliflik kurslarimga taklif qilaman. Kvant sakrash kursi hozir boshlangan, davom qilyapti. Undan boshqa yana kurslarim ko'p. Lichkamga yozsangiz bemalol gaplashamiz. Demak, bugungi mavzuyimizni savollarni boshlaymiz. Avgust oyi qanaqa sovg'alar tayyorlagan sizga? 10 ta savol qilamiz bugun. Birinchisi, avgust oyining asosiy energiyasi qanaqa o'zi? Ikkinchisi, sizni eng katta o'zgarish qaysi sohada kutyapti avgust oyida? Uchinchisi, sevgi hayotingizda nimalar sodir bo'ladi avgust oyida? To'rtinchisi, pul va ish yo'llaringizda qanaqa yangiliklar bor? Beshinchisi, kim sizni hayotingizga kiradi yoki sizdan ketadi? Oltinchisi, qaysi to'siqlar yoki qaysi og'riqlar nihoyat avgust oyida tugaydi? Yettinchi savolimiz, taqdir sizga qanaqa sinov yuboradi? 8-chi savol, avgust oyini eng katta sovg'asi nima sizga? 9-chi, nima bilan yoki kim bilan butkul xayrlashasiz? Shunaqa vaqt keladi. Va 10-chi karta maslahat oxirida olamiz. Nima maslahat beradi sizga? Koinot, borliq, avgust uchun nima oy maslahatini beradi? Niyat qilib, qalbingizni tinch holatda tuting va eshitishda davom qiling. Demak, boshladik. Birinchi karta va savol. 9 tanga karta savoli avgust oyining asosiy energiyasi qanaqa degan savol edi. Bunga 9 of Pentacles. Tangalar 9ligi. Avgust oyi siz uchun bir o'zingizni to'la to'kis mustaqil his qila olish energiyasini beradi. Ya'ni moddiy to'kislikni his qilasiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz energiyasi bilan boshlanadi avgust oyi. Bu karta o'zini mehnatini, rohatini ko'rish energiyasini beradi. Ya'ni o'zingizni qadrlash, hayotingizdan zavqlanish davrini kelganini sizga bildiradi bu karta. Siz shaxsiy erkinligingiz va moddiy barqarorligingizni birinchi o'ringa qo'yasiz va qo'ya olasiz.
ya'ni moddiy tomondan sizda o'zingizga ishonch uyg'onadi. Ikkinchi, eng katta o'zgarish qaysi sohada bo'ladi desak, qilichlar beshligi tushdi. Eng katta o'zgarish ichkaridan o'zingizda bo'lar ekan. Ya'ni kimdir bilan shu paytgacha dushmanlikda bo'lgan bo'lsangiz, sovuqchilik tushgan bo'lsa orangizga va ichkaridan nizo, kuchli bir nafrat, qarshilik bo'lgan bo'lsa shu paytgacha endi shuni tugatish sohasi bo'ladi. Sizni energiya tomonidan ezib kelgan o'sha bir tortishuvlaringiz yoki hasadgo'y insonlar yoki orqangizdan gapirib yurgan insonlar bilan o'rtangizdagi kurashlar va nihoyat avgust oyida tugaydi azizlarim. Siz foydasiz va ma'nosiz urushlardan chiqib ketishni o'sha avgust oyida uddalisiz va chiqib ketasiz, o'rganasiz. Uchinchi, sevgili hayotingizda nimalar sodir bo'ladi desak, tangalar ritsari kartasi tushdi. Sabrlilik kartada ko'proq nima deydi endi bu savolimizga? Shashqaloqlik kerak emas. Sekin, lekin juda ham mas'uliyatli va mustahkam rivojlanish bo'ladi sevgida. Agar juftingiz bo'lsa, u bilan munosabatlaringiz mustahkamlanadi, real bir asosga, ya'ni fundamentga ega bo'lasiz, sizdan ketmaydigan yoki doimiy sizda qoladigan asosli ishlar qiladi sizga. Agar yolg'iz bo'lsangiz, hayotingizga ishonchli, juda ham ishonchli va so'zida turadigan va kelajakda siz bilan jiddiy niyatlar bilan kelajakka qaray oladigan inson hayotingizga kirib keladi avgust oyida. Pul yo'llaringizda, yo'llaringizda nimalar bo'ladi desak, sehrgar kartasi tushdi. Bu juda ham chiroyli karta, savolimizga juda ham mos, ya'ni sehrgar kartasi bu. Siz o'zingizni bilimingiz yoki iqtidoringiz orqali haqiqiy pullarni va haqiqiy bir yangi loyihalarni osongina qo'lga kiritasiz. Ya'ni qo'lingizda hammasi mana, o'z qo'lingizda qila olasiz. Ya'ni moliyaviy hamda karyera imkoniyatlaringizni oliy darajada cho'qqiga olib chiqa olasiz. Tushundingizmi? Qo'lingizda bo'ladi. Pul va ishingiz borasida hamma narsa, imkoniyatlar sizning qo'lingizda bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz nima natijani xohlayotgan bo'lsangiz, ish yo'lingizda, pul yo'lingizda, daromadingizni oshirish bo'yicha hammasi qo'lingizda turadi. Shunaqa kuchga, shunaqa qudratga ega bo'lasiz. Foydalanib qoling bu oyda. 5-savolimiz. Kim sizni hayotingizga kiradi yoki sizdan chiqib ketadi butunlay desak, qilichlar ritsari kartasi tushdi. Hayotingizga juda ham bir shiddatli, ya'ni tezlikda harakat qiladigan, qat'iyatli, so'zida turadigan, to'g'ri gapiradigan, keskin ishlar qiladigan bir inson kutilmaganda kirib keladi yoki o'sha insoningiz hayotingizga qaytadi. Uni kelishi vaziyatingizni tez hal qilib tashlashga majbur qiladi, ya'ni vaziyatlaringiz hal bo'ladi u inson kirib kelishi bilan. U hissiyotlarga beriladigan inson emas, aniq lo'nda ko'zga ko'rinadigan harakatlar va muloqotlar bilan kirib keladi hayotingizga. 6, qaysi sizni shu paytgacha ushlab turgan to'siqlaringiz tugaydi desak, kosalar ikkiligi tushdi. Ya'ni bu nima degani? Bu juftlashuv kartasida. Demak, sharh qanaqa bo'ladi? Yolg'izlik yoki bo'lmasam tushunmovchiliklar munosabatdagi yoki ishdagi bir muloqotdagi tushunmovchiliklar, to'siqlar nihoyat tugaydi. Avgust oyida siz atrofingizdagi insonlar bilan bir-biringizni o'zaro shundoq tushunib qo'yasiz. Bir to'xtamga kelasiz, ya'ni samimiylik kuchayadi orangizda. Sevgili hayotingizda bo'lsin, ish bo'lsin, qanaqa munosabat bo'lsin, shu paytgacha bir kelisha olmayotgan munosabatlaringiz silliqqina hal bo'lib ketadi, ya'ni munosabatlaringizda o'sha sovuqlik, to'siqlarning o'rnini samimiy, do'stona energetika egallaydi. Taqdiringiz sizga qanaqa sinov yuboradi taqdir avgust oyida sizga desak, 7 kosa. Taqdirda sinov sizga nima deb tushuntirsam ekan? Shu paytgacha qilgan o'sha xom hayollaringiz bormi yoki tanlolmayotgan tanlovlaringiz bormi? O'shalar illyuziya bo'ladi. Siz qarshingizda bir nechta variantlarni mana ko'rasiz, imkoniyatlar bo'ladi, lekin ularning hammasi ham real yoki siz uchun bir foydali bo'lmasligi mumkin siz o'ylagandek. Ya'ni bu sinovning mohiyati kosabi hissiyot-ku, hissiyotga javob beradi-ku. Shuning uchun bu sinovning mohiyati hissiyotlaringiz va o'sha juda ham bir balandparvoz va'dalar bersa kimdirlar uchib ketmangda. Aqlingiz bilan to'g'ri bir real tanlovni amalga oshiring deyapti. Shunaqa tanlov bo'lib qolishi mumkin oldingizda avgust oyida. O'shanda aqlni ishlatish kerak, hissiyotni emas deyapti. 8. Demak, eng katta sovg'asi nima desak, dunyo kartasi tushdi, eng oliy karta, ya'ni dunyo kartasi tushdi. Bu mo'jiza va yaratuvchi karta. Avgust oyining eng katta sovg'asi hayotingizdagi murakkab bir uzoq davom qilgan o'sha bosqichlaringiz to'liq va juda ham bir omadli, muvaffaqiyatli yakunlanishini hamda ichki va tashqi o'zingizni yetuk his qilishingiz, erkinlikka chiqishingizni bildiradi. Ya'ni bu karta maqsadingiz amalga oshadi.
shu paytgacha qilgan maqsadingiz, nimani maqsad qilib kelgan bo'lsangiz, avgust oyida o'sha maqsadingiz ro'yobga chiqadi. Ya'ni siz butun shu hayotingizni shu kungacha nimaga bag'ishlab, nimaga fido qilib vaqtingizni sarflab kelgan bo'lsangiz, o'sha narsani his qilasiz, natijasini olasiz. Ya'ni baxtni his etishingizni, hayotiy bir muvozanatda o'zingizni baxtli his etishingizni ta'minlaydi bu karta. Nima bilan xayrlashasiz butunlayga desak, 3ta kosa kartasi tushdi. Ya'ni kosa yana hissiyot, demak hissiyot bu do'stlar, mana 3ta inson yuzaki siz uchun keraksiz do'stlar, faqat bir o'yin kulgu bilan vaqt o'tkazish uchun siz bilan bog'liq yurgan insonlar sizdan ketadi. Samimiy bo'lmagan insonlar sizdan ketadi, ya'ni ular bilan xayrlashish vaqti keladi. Siz o'zingiz uchun vaqtingiz va energiyangizni bekorga sarflayotganingizni anglab yetasiz va o'zingiz tanlaysizki ulardan ketishni yoki o'z-o'zidan hayotingizdan chiqib ketadida, ya'ni yana ham jiddiyroq bo'lasiz. Yana ham muhim bir jiddiy tanlovlar qilasiz hayotingizda. Keraksiz narsalarni hayotingizdan chiqarasiz. Va oxirgi kartalar, 10-karta, kartalarning maslahati. Qanaqa maslahat beradi desak, kosalar tuzi tushdi. Bu karta nima deydi? Qalbingizni deydi, oching deydi, sevgiga, ilhomga oching deydi. Kartalarning maslahati o'tmishdagi barcha xafagarchiliklarni unuting. Qalbingizga bir yangi bir tuyg'ular kirsin, shifolanishlar kirsin, sevgi olib kiring. O'tmishga, kelmaydigan insonga, bo'lmaydigan ishga, javob bermaydigan insonni kutish yoki kimdirlardan nimadir qilishini kutishni to'xtating. Ozod qiling qalbingizni, qo'yib yuboring hammasini. Unuting. Qo'yib yuborganingizda, bo'shatganingizda qalbingizni siz uchun yangi bir shifolovchi tuyg'ular, sevgilar kirib keladi hayotingizga. O'zingizni va hayotingizni seving. Atrofingizdagi ezgu, bir samimiy bo'ladigan insonlarni yig'ing atrofingizga. Shunaqa insonlar keladi qachonki siz shu to'lqinda bo'lganingizda. Koinot aytayaptiki sizga katta baxt va hissiy tomondan to'la to'kis bo'lishga tayyor turing, chunki shunaqa sizga tuhfa bor deyapti. Faqat sharti buni o'sha tuhfani qabul qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Buning uchun boshida aytganimdek, bo'shating qalbingizni, keraksiz insonlar, keraksiz tuyg'ular, hammasini qo'yib yuboring, bo'sh joyga kirib keladi. Demak, ochirim shulardan iborat. Fikrlaringizni kommentda kutaman.